Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. 20 kunlik bepul darslarimiz loyihasidagi 13-chi darsni mana bugun o'tamiz va bugungi mavzuyimiz qisqa ko'paytirish formulalari. O'tgan safar biz bir xat va ko'p xat mavzusini, ya'ni qisqa ko'paytirish formulalarini tarkibni, eng asosiy tarkibni o'rgangan edik va qisqa ko'paytirish formulalarini o'rganamiz. Bu algebrik ifodalarda, algebrik kasrlarda judayam muhim hisoblanadi. Bularni yodlash kerak. Tushunamiz va albatta yodlashimiz kerak. Mana bular 7ta ko'paytirish formulalari, asosiy 7ta formula. Mana birinchisi a plus b ning kvadrati, ya'ni yig'indining kvadrati, ning kvadrati, kvadratlar ayirmasi, yig'indining kubi, ayirmaning kubi, kublar yig'indisi mana shular. Hozir bularni bitta nimaga shunaqaligini ko'rib chiqamiz. Biz o'tgan safar ko'p xatni ko'p xatga ko'paytirish ko'rgandik. Ikkita ko'p xatni ko'paytiryapsizmi? Buning uchun ko'p xatni tarkibidagi bir xatlarni ko'paytirish kerak. O'zaro. Ya'ni mana birinchi ko'p xatning har bir xatini ikkinchi ko'p xatni har bir xatga ko'paytirib yig'indisini olib qo'yishimiz kerak edi. Mana bunda ham hozir shunaqa qilamiz. Yig'indining kvadratini topish bizdan so'ralyapti. Ya'ni a plus b ning kvadrati. A, b bu yerda shu bir xatlar. Xo'p, nima qilamiz? A plus b ning kvadrati degan biz bilamiz daraja mavzusidan a plus b ko'paygan, yana a plus b degan. Buni biz topishimiz uchun mana aga ko'paytiramiz va b ko'paytiramiz. Endi a ni ko'paytirib bo'ldik, hamma xatiga. Endi b ni ko'paytirib chiqishimiz kerak har bir xatiga. Va bularni yig'indisini olib qo'yamiz. Ya'ni a ko'paygan a qo'shilgan a ko'paygan b qo'shilgan b ko'paygan a plus b kvadrat bo'ladi. Bizga ma'lumki bu a kvadratga teng. Bu ab b ko'paygan a ni a ko'paygan b ko'rinishda yozishimiz mumkin. Ko'paytuvchilarni o'rni almashgani bilan ko'paytmani qiymati o'zgarmaydi. Plus b kvadrat. Endi ko'p xatlarni ixchamlash mavzusida mana a b turibdi. Bularning yig'indisi 2ab bo'ladi. Ixchamlaganimiz a kvadrat plus 2ab plus b kvadratga teng ekanligi mana kelib chiqdi. Buni albatta yodlab olish kerak. Mana nimaga bundan qaydan kelib chiqqanligini bilamiz. Endi har safar a plus b ni kvadrati kelganda bularni bitta ko'paytirib chiqmaymiz. Mana tayyor formula turibdi. O'shadan foydalanib ketaveramiz. Bu bizga vaqtimizni tejab beradi anchagina. Keyingi savolimiz, misolimiz bunga doir 10 plus 8k ning kvadratini topishimiz kerak. Mana a ning o'rnida 10 turibdi, b ning o'rnida 8k turibdi. Biz nima qilamiz? A ning kvadrati bo'lar edi. Mana formulaga ko'ra, ya'ni 10 ning kvadrati qo'shilgan 2 ko'paygan 10, ya'ni a ko'paygan 8k qo'shilgan 8k ning kvadrati. 100 qo'shilgan, bu nimaga teng? 2 ko'paygan 10 20 ko'paygan 8 160 k qo'shilgan 8k ning kvadrati 64 k kvadrati bo'ladi. Mana bizni javobimiz. Endi ikkinchi formula. Ayirmaning kvadrati. Mana o'zini nomidan ham bilinib turibdi. Ayirmaning kvadrati turibdi. E'tibor beramiz. Bu qayerdan kelib chiqqan? Boya aytganimizdek, a minus b ning kvadrati a minus b ko'paygan a minus b degan. Ko'p xatni ko'p xatga ko'paytiramiz. Birinchi ko'p xatning har bir xatini ikkinchi ko'p xatning har bir xatiga ko'paytirib yig'indisini olamiz. A ko'paygan a qo'shilgan minus b ko'paygan a minus b ham minus b ko'paygan a qo'shilgan. Endi minus b ni ko'paytirish boshlaymiz. Yana minus b ko'paygan a yo'q, mana to'xtanglar, adashib ketdim sizlarga. Asli natija bir xil chiqadi-yu, hozir sizlarga endi ko'rsatib berishim kerak shuni. Xo'p, a ni ko'paytirdik. Endi
A ko'paygan minus B bo'ladi. Endi buni ko'paytiramiz. Qo'shilgan, endi minus bni aga ko'paytiramiz. Qo'shilgan minus b ning kvadrati. Minus b ko'paygan minus b. Barobar, endi bularni sal soddalashtirib yozamiz. A ko'paygan minus b degani minus ab ga teng. Minus b ko'paygan a ham minus ab ga teng. Bu esa minus b ning kvadrati, ya'ni b kvadrat bo'ladi. Ixchamlab qo'yamiz yana. Minus a blar ikkita turibdi va bu a kvadrat minus 2ab qo'shilgan b kvadratga teng. Tamam. Bu formulaga doir misol mana turibdi. Bizda mana 7 turibdi. A ning o'rnida mana minus y kub turibdi b ning o'rnida. Endi formulaga qo'yamiz. 7 ning kvadrati minus 2 ko'paygan 7 ko'paygan y kub qo'shilgan y kubning kvadrati. Endi o'rniga qo'ysak mana 49, bu natijamiz 12, 14 y kub qo'shilgan y ni 6-darajasi bo'lar ekan. Endi kvadratlar ayirmasiga o'tamiz. O'z nomidan aytib turibdi. Kvadratlar ayirmasi. Kvadratlar ayirmasi. Demak, a plus b ko'paygan a minus b emiz a kvadrat minus b kvadratga teng ekan. Nima uchunligini hozir mana ko'ramiz. Bu ikki ko'p hadni ko'paytirsak nima bo'ladi? Boya aytgandaqa har bir hadlarni ko'paytiramiz, ya'ni a ni a ga ko'paytiramiz. A ni minus b ga ko'paytiramiz. Plus b ko'paygan a minus b plus b ko'paygan minus b. Endi yozib olsak buni ixchamlab. A kvadrat bu minus ab bo'ladi. Qo'shilgan bu ab minus b kvadrat bo'ldi. Demak, bular minus 1 plus 1 bo'lganligi uchun eshib ketadi, qiymat 0 bo'lib ketadi va bizda faqatgina a kvadrat minus b kvadratning o'zi qoladi. Endi mana bu misolni ko'raylik. E'tibor bersak bizda 5y minus y kvadrat ko'paygan y kvadrat plus 5y turibdi. 5y bizda a ga teng, y kvadrat esa b ga teng bo'ladi. Chunki mana y kvadratni birinchisida oldidagi ishorasi minus, ikkinchisida plus turibdi. Xo'p, nima qilamiz endi? 5y ning kvadrati minus y kvadratning kvadrati bo'lar ekan. 25y kvadratga teng bu, mana bu esa minus y ni 4-darajasiga teng. Endi 4-formulamiz yig'indining kubiga keldik. O'z nomida mana yig'indining kubi a plus b dan 3tada mana. Endi biz ikkitadan ko'p hadlarni ko'paytirishni ko'rgandik. Bu yerda 3ta turibdi. 3tani ham ikkitaga keltirib olamiz. Birinchi mana buni topib olamizda, keyin bunga keltiramiz, ko'paytiramiz. Bizda bor a plus b ning kvadrati bor. Bu a kvadrat plus 2ab plus b kvadratga teng. Mana bu ikkitasini ko'paytmasi. Endi mana shuni a plus b ga ko'paytirishimiz kerak. Endi e'tibor beramiz, bu yoqda 3ta xat turibdi, bunda 2ta xat. Demak, a kvadratni a ga, b ko'paytiramiz. Mana buni ham ko'paytiramiz. b kvadratni ham ko'paytiramiz. Yig'indisini olib qo'yamiz. Demak, bizda birinchi a kub qo'shilgan a kvadrat b bo'ladi. Keyin 2a kvadrat b qo'shilgan 2ab kvadrat qo'shilgan. Bizda to'rttasi ketdi. Endi ab kvadrat qo'shilgan b ning kubi hosil bo'ldi. Endi o'xshash hadlar ixchamlab qo'shishimiz kerak. Birinchi a kub o'zi bu bitta ekan. Endi a kvadrat bni yig'ib chiqaylik. Bu yoqda bitta bor, bu yoqda bitta bor. Yana bormi a kvadrat bni? Yo'q. Bitta plus 2ta, jami 3ta a kvadrat b qo'shilgan. Endi qaysi biriga keldik? A b kvadratlarni yig'ib chiqaylik. Bu yoqda 2ta, bu yoqda bitta ekan. 2 plus 1 yana 3ab kvadrat bo'ladi. Qo'shilgan b kubni o'zi. Mana qayerdan kelib chiqqani. Endi bizga misol berilyapti.
A'ni o'rnida 3z turibdi. Bni o'rnida A turibdi. Endi formulaga qo'yamiz. 3zning kubi qo'shilgan 3 ko'paygan 3z ning kvadrati ko'paygan A qo'shilgan 3 ko'paygan 3z ko'paygan A ning kvadrati qo'shilgan A ning kubi. Buni soddalashtirib qo'ysak, ya'ni standart holatga keltirib qo'ysak, 27z ning kubi qo'shilgan 3 ko'paygan 3 kvadrat 27z ning kvadrati A qo'shilgan 9a kvadrat z qo'shilgan a ning kubi hosil bo'lar ekan. Endi 5-formulamiz ayirmaning kubiga kelamiz. Kub yig'indining kubini ko'rdik. Endi ayirmaning kubini topamiz. Buni ham xuddi shunaqa topamiz. Ya'ni a minus b a minus bni ikkita ko'pxat ko'rinishiga keltirib olishimiz kerak. Buning uchun mana ikkalasidan foydalanamiz. Ya'ni a kvadrat minus 2ab plus b kvadrat b qolib ketdi. 2ab plus b kvadratni a minus bga ko'paytiramiz. Xo'p, ko'paytiramiz. Mana qaysi birlarni ko'paytirishimiz bo'yicha. Xo'p, endi nima hosil bo'ladi bizda? A kub minus 2ta minus a kvadrat b minus 2ta a kvadrat b mana tartibi turibdi o'zi. Plus 2ta a b kvadrat qo'shilgan b kvadrat a minus b ning kubi hosil bo'ldi. Endi o'sha xatlarni ixchamlab qo'yamiz. A kubni o'zi a kvadrat blar minus 3ta a b kvadratlar plus 3ta a b kvadrat va minus b kub. Mana qayerdan kelib chiqqan. Endi bizga misol berilgan 2a minus b ning kubini toping deyilyapti. A emas, bizda 2a turibdi. Demak, bu yerda 2a ning kubi bo'ladi. Minus 3 ko'paygan 2a ning kvadrati ko'paygan b qo'shilgan 3 ko'paygan 2a ko'paygan b ning kvadrati minus b ning kubi bo'ladi. Bizda hop demak, soddalashtirib qo'ysak 8a ning kubi minus 3 ko'paygan 4, ya'ni 12a kvadrat b qo'shilgan 6ab kvadrat minus b kub hosil bo'lar ekan. Aslida bu juda ham maza qilib ishlanadigan misollar. Ishoninglar, shu mavzuga doir misollarni, mana shu formulalarni bilib olsanglar, shunaqa maza qilib zo'rlab ishlaysizlar. Yaxshilab o'rganib olinglar formulalarni. Endi keyingi formulamiz 6-formulamiz kublarning ayirmasi. Kublar ayirmasi turibdi. Ya'ni mana a kub minus b kubga keladigan formulalar. Ya'ni bu yerda a minus b ko'paygan a kvadrat plus ab plus b kvadratimiz deyapti. Mana shu ixcham holatga keladi deyapti. Qani tekshiramiz. Buning uchun mana ko'paytirib chiqishimiz kerak. Birinchi a ko'paygan a kvadrat qo'shilgan a ko'paygan ab qo'shilgan a ko'paygan b kvadrat minus b ko'paygan a kvadrat minus a b kvadrat minus b ning kubi 1 2. Endi bularni soddalashtirib chiqishimiz kerak. Qayda a kublar plus a kvadrat b qo'shilgan a b kvadrat minusdan a kvadrat b minus a b kvadrat minus b kub ekan. Bizda a kvadrat b bor edi. Bu yerda esa minusligi bor. Xuddi shuni yig'indisini olib ketadi. Endi bu yerda a b kvadratlar ham xuddi shunday. Bizda faqatgina a kub minus b kubning o'zi qoldi. Endi mana bu formulani so'rayapti. Mana 2 minus y ko'paygan 4 plus 2y plus y kvadrat. Bu mana 2 ning kvadrati qo'shilgan 2 ko'paygan y qo'shilgan y ning kvadrati degani. Va bularni soddalashtirib topsak 2 ning kubi minus y ning kubi kelib chiqadi. Ya'ni 8 minus y ning kubi. 7-chi, ya'ni oxirgi formulamizga keldik. Bu kublarning yig'indisi, kublar yig'indisi mana. Yig'indining kubi bilan kublar yig'indisini adashtirib qo'yman.
boshqa formulalarni ham jumlalarga e'tibor beramiz. Endi bu formula qanday kelib chiqqanini tekshiraylik. A qo'shilgan B ko'paygan A kvadrat minus AB qo'shilgan B kvadrat. Xo'sh, endi ko'paytirib chiqamiz xatma-xat. A ning kubi minus A kvadrat qo'shilgan AB kvadrat plus B minus AB ning kvadrati plus B ning kubi. Bu bilan mana buni yig'indisi 0, mana ikkalasiniki 0 bo'lib ketadi va bizda faqatgina A kub plus B kubning o'zi qoladi. Mana ham misol berilgan shunga doir. 5 plus 2A, bu yerda esa mana 5 ning kvadrati minus 5 ko'paygan 2A plus 2A ning kvadrati turibdi. Ya'ni mana shu formulani to'liq ustma tushadigan holatdagi misol. Va biz bundan osongina topib qo'yishimiz mumkin. Bu 5 ning kubi qo'shilgan 2A ning kubiga teng. Ya'ni 125 qo'shilgan mana 2A ning kubi 8A kubga teng ekanligini. Misollarimiz shularni bo'ldi deb o'ylayman. Har bir formulani batafsil qanday kelib chiqqanini tushuntirishga harakat qildim. Bularni tushunib oldinglar, lekin har bir misol ishlaganda buni keltirib chiqarishingiz shart emas. Kerak. Savollaringiz bo'lsa izohda qoldiringlar. E'tiboringiz uchun rahmat.